Hurmatli obunachilar, shu Infinix telefonimiz mana hozir buni ochish jarayonida pechaga qo'ydik. Mana telefonimizni ham boltlarni yechib xudo xolasa ochib oldik. Endi hozir ekranimizni qo'yib tekshirib o'tamiz. Bo'ldi. Eski o'zini ekranini mana sinib yotgan ekranni yechib olamiz. Yechib olish jarayoni. Bu mana o'zini eski ekrani. Hozir yangisini taqib ishlatib proba qilib ko'ramiz. Xudo xolasa. Mana jigarlar, yangi ekran bu. Hozir buni proba qilib ko'ramiz. Mana jigarlar, hozir taqib ko'ramiz ekranni. Mana yoqib tekshirib ko'ramiz hozir. Chiqib ketdimiz. Mana yoqib tekshirib ko'ramiz ekranni. Aros ekranimiz yaxshi, sifatli ekran bu. Mana jigarlar yonida, xudo xolasa. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Sifatiga gap yo'q, chiroyli chiqdi. Xudo xolasa buni polniy yig'ib kelaylab yana o'z videolarini qo'yib boraman. Bunimiz tayyor bo'ldi.